Dadajon, Odil aka yaxshi yigit. Yo'q qizim. Sen adashyapsan. Nimaga? Men u yigitni odamlarga qanaqa muomala qilayotganini ko'rdim. Bu yigitda odamgarchilikdan asar ham yo'q. Dadajon, adashyapsiz. Qizim, bunaqangi yigitdan yaxshi er chiqmaydi. U senga faqat boylik uchun uylanyapti. Tushungin. Bo'lmagan gap, dadajon. Axir u bolani o'zi ham kambag'al emas-ku. Lekin sen uni fe'lini bilmaysan yaxshi. Dadajon, siz ataylab shunaqa deyapsiz-a? Qizim, sen odam o'zini qanaqa ko'rsatsa, shunaqa ko'rasan. Sen adashmagin, tushundingmi? Adashmagin. Ishonmayman, Odil aka unaqa yigit emas. Qizim, dadangga gap qaytarma. Dadang odamni bir qarashda biladilar. Yo'q, oyi, dadam ataylab qilyaptilar. Shunchaki Odil aka bularga yoqmagan. Qizim, biz senga yomonlik istamaymiz. Agar Odilga rozi bo'lsanglar mayli, lekin rozi bo'lmasanglar uydan ketaman. Qayoqqa ketasan? Ket bor.